Assalomu alaykum aziz muxlis. Erdo'g'an Putin va Zelenskiyni tezroq uchrashishga chaqirdi. Kecha Turkiya prezidenti Bilamizki, kanalimizda sportga qiziqadigan akalarimiz juda ko'p. Sizlarga ishonchli bo'lgan omad silkasini kommentariyada qoldirdim. Kommentariyadagi silka orqali saytga kiring, ekraningizda ko'rib turgan promokod orqali ro'yxatdan o'tsangiz, sizga va'da qilingan 3 million so'mgacha bonus olishingiz mumkin bo'ladi. 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta kirib ko'rgan afzal. Saytga o'ting va o'z omadingizni sinab ko'ring. Rajab Toyyib Erdo'g'an Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali muloqot qilib, Ukraina va Rossiya delegatsiyalari o'rtasidagi muzokaralar yakunlangandan so'ng tinchlikka erishish yo'lidagi keyingi qadam davlat rahbarlari darajasidagi uchrashuv bo'lishi kerakligini ta'kidlab o'tdi. Bu haqida Turkiya prezidenti ma'muriyati ma'lum qildi. Anqara bayonotiga ko'ra, suhbat davomida Erdo'g'an Istanbulda o'tkazilishi rejalashtirilgan muzokaralarning ikkinchi bosqichida o't ochishni to'xtatish masalasi muhokama qilinishi mumkinligini qayd etar ekan, bu jarayon tinchlik harakati uchun muhim bosqich bo'lishi mumkinligini bildirgan. Turkiya prezidenti tomonlar delegatsiyalarning kengaytirilgan tarkibida muzokaralarga ishtirok etish ijobiy sur'atni saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlab o'tdi. Eslatib o'tamiz, Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan Moskva va Kiyevda rasmiy safarda bo'lib, Erdo'g'an rahbarligida Istanbulda AQSh, Ukraina va Rossiya prezidentlarida uchrashuv bo'lishi mumkinligini aytgandi.